Xitoyliklar Yaponiya yomon ko'radi, sababi yaponlar ancha-muncha ish qilishgan. Bolalarimga o'zbekchani O'rgataman. Intervyuchi nomer 1 intervyuchi chiqadi mendan. Rahmat xola. savol. Men kesib tashlang. Super kelinchak. Manda ham ish yo'q. Davom etamiz. Batareyamiz tugab qopti, zaryadga to'ldirib, nima? Batareyani alishtirdim. Wait a minute. Wait, we can go to somewhere else to eat something. Don't order something. You can go. Huh? But I'm thirsty. Thirsty? Okay. Let me order. Wait. I have ordered. Okay. I have ordered. Sorry. I'm really. I will drink 2 bottles of water. Why? Too thirsty? Yeah, like a water shinyu. You know what? That an So- animal drink water all the time. Okay. Mol degani shu. Su kolasi. Xo'p, davom etamiz. Nima savollarimiz bor? Ha. Kelajaklarda planlaringiz qanaqa? Rejalar. Read the postgraduate if I can't find job in China. So this is more probably, and I will read postgraduate and then find job again. So I can't find job. It's sensitive. Yo'q, просто hazillashib o'tiribman. Просто men postgraduate bitirdim, menda ham ish yo'q. Bekorga 2 yil vaqtim ketdi. Sizda ham shunaqa bo'lmasin demoqchiman. Hozir postgraduate o'qiydigan bo'lsangiz, magistratura o'qiydigan bo'lsangiz, undan keyin ham ish yo'q. If I can't job, so if I can't find job first, so I will read postgraduate, and if I can find job after postgraduate, I will read doctor, and I will find a job in China. I think so. Yana nima planlar? Qanaqa tillarni o'rganish niyatingiz bor? French. Fransuz tili? O'zbekchami? O'zbek tili dengchi? O'zbek tilidan keyin. O'zbek tili. O'zbek tilini bilaman. Sal. Yo'q. In o'zbekcha deysizda, ko'p gaplar aytyapsiz. In Uzbek language, o'zbek tili desangiz bo'ladi. O'zbekcha emasda. Fransuz. Uyg'urchami? Uyg'urcha demaymiz, biz Uyg'ur tili deymiz. Uyg'ur tili. Okay. Tili. Language is tili. Rus tili. No. Fransuz tili. Fransuz tili, fransuzcha emasda, fransuz tili. Or Japanese. Yapon. Nima deysizlar? Yapon deysizlarmi? Yapon deymiz. Yaponiya. Uyg'urchada. Yaponiya. Yaponiya yaxshi ko'rasiz? Nimaga? Yomon ko'rasiz? Tarix. Demak, hammaga bir xil o'rgatiladi, ha? Men asosan nankinliklarga o'rgatiladi deb o'yladim. Tarixni biladiganlar bo'lsa, Xitoyliklar Yaponiya yomon ko'radi, sababi yaponlar ancha-muncha ish qilishgan. Xuddi ruslar o'zbeklarga qilgan ishidaqa. Bular bosib olishga harakat qilgan. 43-yildan to 45-yilgacha Nankin poytaxtiga borib juda ham ko'p odamlarni qirgan. O'shanga ayniqsa nanjinliklar yaponlar juda ham yomon ko'rishadi. Rahmat xola. Taxminan qachon borasiz O'zbekistonga? O'zbekistonliklar sizni kutib olmoqchi bo'lsa. Planingiz qachon? After Ertaga?
after postgraduate, Okay. yeah, when I have money to travel around. You have money, don't worry. Yeah, I think so. Thank you. Kebijiya. Magistraturani bitirib, o'z pulim bo'lganda boraman deyapti. Pulingiz bor deyapman. O'zbekistonga keladigan bo'lsangiz, xabarlashasiz men bilan. O'zim O'zbekistonni ko'rsataman sizga. Rahmat. Hamma joylarni ko'rsataman. Rahmat. Siz kino, o'zbekcha kinolar ko'rasizmi? Ko'raman. Qanaqa kinolar ko'rgansiz? Intervyuchi nomer 1 intervyuchi chiqadim mendan. Ha. Super kelinchak. Eski kinoda, u super kelinchak, aha. Hozir yangi kinolarni ko'rmaysiz-a? Ko'rgan. Kinolarning ismini bilmayman. Lekin Qayerda o'zbekcha ko'rasiz? Anvi akamlar o'zbekcha kinolarni juda yaxshi ko'radi. Akamlar bilan birga o'tirib ko'raman. O'zbekcha Anvi, you know. Qo'shiqlarning Kinoga bog'langanimi? Yes. Uni nima deyishardi? Soundtrack deyarmidi. Kinoga asoslanib qo'shiq olingan o'shanaqalarmi? Yes. Anvi deyadi. Bilmas ekanman. Yeah. Anvisini kinolarini juda ko'p ko'radi. Shular bilan birga. Akam o'zbekcha, turkcha ko'radi. Shunga shuni bilan birga ko'raman. Lekin nima kinoligini ismini bilmayman. Neyronsini. Neyron. Ko'rman. Neyron degani o'sha tushunchani bilaman deyapti. Tushuncha nima haqidaligini. Kinoni ko'rsangiz tushunasizmi hamma gaplarni? Yo, 90%. Yeah. Qiziqmi sizga o'zbekcha kino? Yeah, I think it's really Uzbekcha kino. I think the most. I like the best. Siz eski kinoni ko'ring. Eski kino bizga ham yoqadi. Super kelinchak, osmondagi bolalar, vatan, eski kino. Dadamlar ko'radi, opamlar, oyimlar ko'radi. Hozir ham ko'rsa bo'ladimi? Hozir Yo'q, hozir bo'ladi. Balki internetdan topsa bor. O'zbekcha kino, o'zbekcha qo'shiq, o'zbekcha ovqat. Kelajakda turmush qursangiz, bolalaringizga o'zbek tilini o'rgatasizmi? Albatta o'rgataman. O'zbekcha o'zingiz bilmaysizmi? Dadam o'rgatdi. Because I'm in school all the time. In my senior high school, I live in school too. I just go back home During the vacation, holiday. Yeah, and in holiday I study all the time and study in Chinese or English. So I have no time with my father family. But but my father really wants to teach me something about Uzbek too. and I think the 4 years later or 3 years later I have time to see movie and my Uzbekcha is better and better. Getting better. Yeah. Tarjima qilaman, maktabda ham, institutda ham faqat uydan tashqarida o'qiganman deyapti. Faqat kanikulda uyga borganman. Kanikulda ham, o'sha ta'tilda ham faqat xitoy tili, ingliz tili o'qiganman. Oila bilan uzoq ko'p gaplashmaganman. Dadam faqat o'zbekcha gapirishga undaydi deyapti. Hozir ko'proq vaqtim bor, o'zbekcha kino ko'raman, o'shanga o'zbekcham yaxshilanib boryapti deyapti. Ani bolalarimga o'zbekchani o'rgataman deyapti. Men o'rgatmasam, dadam o'rgatadi. Qarang, siz mana hozir vaqtingiz bor, kechqurun yo bo'lmasa maktabda o'qigan paytingiz, o'sha paytlarda dadangiz telefon qilib turib o'zbekcha gapirmaganmi? Yo'q, vaqt bo'lmagan gaplashishga ham. Dadam bilan nimalarni gaplashaman? Just some yaxshimi, yaxshi o'qiyapsizmi, yaxshi o'qiyapsizmi? Okay, xo'sh. Sizlar o'z oilada siz deb gapirasizlarmi yo san? Siz. Qizlarni sizlashadi, o'g'illarni sanlashadi. Siz ota-onangizni siz deb gapirasizmi? Ota-onamni sizlayman. Meni siz deydi, akamni san deyadi. Biz cho'nglarni siz deysiz. Cho'ng degani katta, o'zbek tilida katta. Uyg'urlar ham kattalarni sizlab gapiradimi?
o'xshashroq. G'o'ljida o'g'illarni ko'proq sanlashadi. Qizlarni ko'proq sizlashadi, kattalarini sizlashadi. Boshqa shaharlarda Xinjiangning bir-birini sizlashadi. Shunga g'o'ljiliklarni ba'zi boshqa shahardagilar axloqsiz deb o'ylab qoladi ba'zida. Tushuntirish beramiz. Lekin Uyg'urlarning o'zini madaniyati bo'yicha ota-onasini sizlab gapiradimi, siz deb gapiradimi yo san deb gapiradimi? Doyo, both okay. Both. Chunki bizda qozoq millati bor, tepamizda Qozog'iston, ularda siz deyishmaydi, san deb gapiradi. Menimcha sen deb ota-onasiga deb gapiradi. O'shanga bizga o'zbeklarga g'alati eshitiladi. Ota-onasini qanday sen deydi. Zima shu Uyg'urchami, o'zbekcha? O'zbekcha. O'zbekcha? Men? Men deysizlar, man demaysizlarmi? Men, ha? O'zbek adabiyot tilida men deyiladi, ana. Man deyish to'g'ri emas, men. Lekin sizlar Toshkentdansizlar. O'zbekistonda Toshkentda ko'proq Toshkent shevasi man deb gapiradi. Men ham men deyadi. Men. Lekin o'zbek adabiyot tilida, men teleda dedim. O'zbek adabiyot tilida men deyiladi. Uyg'urchada man deydi. Uyg'urchada man deydi. Demak Toshkentliklar Uyg'urmi shuni? Hazil. Ko'p adabiy tilda bizda men, shunaqa to'g'ri. Shunday chiroyli joylar. Chiroyli rasmga olib qo'ying men ham. Ben şu anda muhammeyim. Rasmga olib qo'ying meni. Over? Okay. Beraman. Orqada ko'rinyapti? Ko'rinyapti. Okay. Rahmat. It's not handsome. so handsome. Yardım. Sochim sal g'alati bo'lib qopti men. Tak. Yana nima savollaringiz bor? Bemalol gapiravering. I have really much question, but that is Erkin qo'ying, bu yerni kesib tashlaymiz. Sen bemalol xohlaganingiz. Maktablarga o'rni port bo'ladimi? Bizdami? Hozir ba'zi joylarda menimcha bo'ladi. Ancha yaxshi hozir. Oldin bo'lmasdi. Bo'lmaydigan paytlar bormidi? Bor edi. U Islom Karimov davrida, birinchi prezidentimiz davrida ko'p joylarda hijobga, soqol qo'yishga mumkin emas edi. Qo'ysa bo'lardi, savol javob qilardi, militsiya kelardi, shunaqa qiladi. Hozir ancha yaxshi, hijobga ham bemalol to'g'ri qarashadi, soqol ham qo'yishadi odamlar, normal. Hammasi yaxshi. Normal. Toshkentda hammasi ruscha so'zlagani sababi o'zbekcha so'zlashga yo'l qo'ymaganmi? Yo'q, unaqa emas. Ular misol uchun hozir sizlardan Uyg'urlarda bo'lsa kerak, Xitoy misol uchun 我是维吾尔族，比如说我会说中文一点点，但是如果我说中文牛逼的话，我的工作的职位会高，对吗？所以中文的怎么说？比维吾尔语中文比较高一点，在新疆对吗？
会这么如果你知道中文的话，你肯定会搞一点去的。必须知道中文。Bizda eski davrda rus SSR paytida shunaqa bo'lgan. Rus tilini bilgan odam tepaga qarab ko'tarilgan, ko'p pul topgan, ko'p narsalarga erishgan, rus tilini bilganlar. Va o'sha davrda rus tilini bilish, u odam oliy deb tushuncha bo'lgan. Hozir mustaqil bo'lganimizdan keyin ham ba'zi odamlar haligacha shunaqa deb o'ylaydi. Biz rus tilini bilishimiz kerak, rus tilini bilgani uchun men qolganlardan ustunman deydigan odamlar ham bor. Lekin aslida biz mustaqillikka erishdik, o'zimiz tilimiz bor. Tilimizda asos solingan 1900 A little sensitive. 89 yo'q, 1900 yilini eslolmadim. 1989-yil 1-noyabrda tilimizga asos solingan, o'zbek tiliga nato aytmadimmi? Asos solingan, o'shandan keyin o'zbek tili davlat tili, O'zbekistonda birinchi davlat tili. Lekin ba'zi bir o'zbeklar bor, rus millati, O'zbekistonda 124 ta millat bo'lsa, hammasiga umumiy til rus tili. Tushunish uchun, misol uchun rus bor, tatar bor, koreys bor, o'zbek bor. Ularni hammasi tushunish uchun bitta til kerak. O'sha til rus tili. O'shaning uchun ko'p minoritilar, shashumizu ular rus tilida gapiradi. Lekin ba'zi o'zbek bo'lib turib rus tilida gapiradigan o'zbeklar ham. O'shalarning sababi ular o'ylaydi, men rus tilida gapirsam zo'r insonman. Misol uchun bitta o'zbek keladi, siz o'zbeksiz, men o'zbek keladi. Yeah, I don't speak Uzbek. I'm not that low. You understand now? Okay. The kind of situation people think if they speak only Russian, they are higher level class in It's society. Just their mind. Their mind. Okay. I know. So, O'zbekistonda boshqa millatlarni masalan Chunfu government boshqa millatlarning Achatadimi? Shunaqa demoqchimisiz? nima achatadimi? Savol qaytaring. Jungfu? Don't allow them to use their language or don't allow them to... Yo'q, bizda unaqa emas. Hozir bizda umuman kimni qaysi tilda gaplashishiga anaqasimiz yo'q, freedom bor. Oxirgi paytlarda o'zbek tilida gapir degan tushuncha olib chiqilyapti-da, uni odamlar noto'g'ri tushunyapti. O'zbek tilida gapirishsin degan holatlar bo'lyapti. Misol uchun bitta millat bor, aytaylik, qaysi millat O'zbekistonda, lekin juzu boshqa. Qozoq bo'lishi mumkin, koreys bo'lishi mumkin, rus bo'lishi mumkin. O'zbek tilini bilsin, deyapti. Kamida bir kishi bilsin, deyapti. Lekin u majbur emas. Xohlasa rus tilida gapirsin bo'lyapti, lekin xalq noto'g'ri tushunyapti. Hozir shunaqaroq vaziyat, lekin birovni bitta tilda gapirishga majburlash yo'q. Hamma xohlagan tilda gapiradi. Misol uchun bitta rus kelsa, men o'zbek bo'lsam, ko'p holatlarda O'zbekistonda rus tilida gapirishga harakat qiladi. Ya'ni u minority. 他是少数民族，但是我们是大族嘛。我们说他们的语言，好奇怪对吗？他也需要学我们的语言，我们也学沟通一下嘛。所以我们现在说，你们也应该一点点了解我们的语言，是这样的事情。Misol uchun restoranga borasiz, hozir hamma joy xitoycha ham. Bizda restoranlarda rus tilida. Ey. 我是乌兹别克族，在乌兹别克斯坦，我去吃饭。这个地方 rus gapirishadi. menu 菜单俄语的，我自己的国家用俄语。我说拿过来乌兹别克语的菜单。我不在俄罗斯。Shunaqaroq bizda teskari ishlaydi shunaqa narsa. Qandaydir bilmadim, balkim hali mustaqillik juda ham yuqori emasdir. Lekin tilga birovni majburlamaymiz. Tojik bo'lsa tojik tilida gapiradi, rus bo'lsa rus tilida, qirg'iz tilida gapiradi. Maktablar bormi? Qirg'iz maktabi bor, tojik maktabi bor, rus maktabi bor. Tatar maktabi ham bo'lsa kerak. Ko'p qaysi qishloqda millat ko'p bo'lsa, o'sha millatda maktabi bor. Sizlarning masalan Xitoyda hamma yerdagilar Shanxayga kelib pul bizda oldin shunaqa edi, hozir aytyapsiz, anani aytyapsiz. Hukoni aytyapsiz, to'g'rimi? Hukani so'rayapsizmi?
nima bo'yicha so'rayapsiz? Huko bo'yicha so'rayapsiz? 户口 was what? 是你的身份证的主的地方，是户口，户口。 No. Uyg'urlar Masalan, Aha. masalan. Bizda yoshlar bo'libmi yoshlar Shanghai, Shenzhen, Hangzhou xohlagan joyga boradi. berib masalan pul topganni or keladi dan 10 yildan keyin or 5 yildan keyin qaytib ketadi. Sizlardami shunday ishlar bor? Bizda farqi yo'q. Farqi yo'qmi? Umuman farqi yo'q. Chunki bizda odam kam. Okay. I go to Uzbekistan. Really? Okay. Oldin bo'lardi propiska degan narsa, rus tilida so'z, propiska degani o'zbek tilida turar joy, doimiy turar joy, ya'ni Xitoy tilida hukou, 身份证的hukou, 你的现在hukou是在上海的吗？ Yes. Bizda ham hukou bo'lgan oldin, shu Islom Karimov davrida Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri hozir propiska olindi. U faqat Toshkentga bordi, boshqa shaharga yo'q. Misol uchun Shanxayga kelish uchun hukou kerak, yashash uchun ish kerak. Bizga faqat Toshkentga bo'lardi. U narsa hozir o'sha Toshkentda ham olindi, hamma odam bemalol kelib ishlab, yashasa bo'ladi bemalol. Hozir hammasida huquq bormi? Huquq kerak emas hozir. Misol uchun men boshqa shaharda yashayman, Jizzaxda. Toshkentga borib bemalol ishlab yashasam bo'ladi. Oldin huquq kerak edi. Oldin huquq kerak edi. Hozir shart emas. Hozir hamma xohlagan joy. Oldin faqat Toshkentga edi. 在中国，比如说你需要去北京的话，需要杭州需要，上海需要，还有什么地方？我们之前需要治一个城市，它是个首都，现在就是不需要，现在首都不需要了。 Masalan, ikkisi to'y qilib, bolasi bo'lganda, atasi ikki millat, bolasi 18 yoshdan keyin o'zi bir millatni tanlash bo'ladimi or just follow their father? Men unisini bilmayman. Bizda unaqa ko'p ko'rmaganman. Mixlarni ko'rmaganman. Agar mix bo'ladigan bo'lsa, menimcha tanlaydi. Menimcha tanlaydi. Bu yerda tanlab bo'lmaydimi? Tanlaydi. Tanlaydimi? Boshda balkim just they can choose what they want to. You can choose what they want to. Yana? Yana? If you see any war as you grow up to now? In Uzbekistan? Yes. Bizada urush bo'lganmi deyapti, yoshligingdan katta bo'lganda. Bizada urush ko'rmaganmiz, yo'q. 91-yil 1991-yil in 1991 we get independence, mustaqil bo'ldik. O'shandan beri bizda urush bo'lgani yo'q. Mayda-chuda ziddiyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Ziddiyat kichkinagina Andijon voqealari bo'lgan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan ba'zi joylarda ozgina bo'lgan, lekin urush emas u. Kichkinagina, oddiygina ziddiyat desa bo'ladi, urush emas ular. Mustaqil vatan. Masalan, yoshlarga O'zbekistonda moncha yoshdan burun to'y qilish kerak deb so'ylaydimi ota-onalar? Hamma joyda har xil. Misol uchun ba'zi bir mahallalar bor, 18 yoshda uylantiradi. 18 da qiz bilan bolani turmushga chiqib uylantiradi. 18. 18 ga to'ldimi? Tug'ilgan kuni bugunmi? Menga jehon. Bugun tug'ilgan kunimiz, ertaga to'y. Shunaqa joylar bor. 18 ga to'ladi, ertasi kuni to'y. Hozirmi bormi? Ba'zi joylar yo'q, diferensiyatsiya. Asosan hozirgi holat to'y qilish xalqqa ancha qimmatga tushyapti, xalqda pul yo'q. O'shanga bolalarni uylanish yoshi sal kechikyapti. Qizlarda ham yosh ozroq kechikyapti, chunki
hammasi pulga taqaladi. O'shaning uchun to'y 100 kishilik bo'lyapti. Yana Just because of the people cannot afford the wedding, they're getting too old to marry. They don't have money to marry. So the president got a new rule for the wedding, so only 100 people can get invited to the wedding. Chunki o'shaning orqasidan odamlar juda katta pul ishlatib oladi-da. To'yga odamlarga ovqat beraman deydi, raqqos chaqiradi, qo'shiqchi aktrisalar aytadi, bir narsalar qiladi, rosa ko'p xarajatlari bor. sizlarda to'y qancha kun bo'ladi? To'yni o'ziga menimcha 5-10 ming ketsa kerak. Qancha kun? Necha kun? Necha kun? Bir kun? Bir kun? Ha? Xo'jada 3 kun. 3 kun to'y bo'ladimi? Ha. Nima bo'ladi 3 kun to'y? Qiz taraf to'y, o'g'il taraf to'y. Bizda ham shunaqa ba'zi joylarda. Restoran to'y. Ba'zi joylarda bizda Maslahat joy. ba'zi joylarda qiz to'y bo'ladi. Ba'zi joylarda bir kunda bo'ladi. Ertalab qiz to'y, abdan keyin o'g'il to'y. Tugaydi. Restoran to'y. Restoran to'y. Ba'zi joylarda shunaqa restoran to'y. Bir kun o'tib ketadi, ba'zida 2 kun. 3 kun bo'lmaydi lekin bizda. 3 kun sizlarda nima bo'ladi? 3-chi kuni? Sizlarda 3 kun ekan-ku. Qiz to'y, o'g'il to'y, restoran to'y. Maslahat joy, some prepare toy. Qiz to'y, o'g'il to'y. Demak men yaxshi tushunmagan ekanman. Bizda maslahat oshi bo'ladi. Maslahat to'y emas, maslahat osh. Maslahat oshi bizda osh qilinadi. It's also a part of toy. We don't call it toy. Okay. We call maslahat. Maslahat oshi. Osh, ey, to'y qachon qilamiz? To'y qachon qilamiz? Bizda sabzi to'g'rar bor. Sabzi to'g'rar bormi sizda? Sabzi to'g'rar. Bir to'ydan bir kun oldin Bor. hamma erkaklar sabzi to'g'raydi, go'sht to'g'raydi, oshga narsa tayyorlaydi. Qiziqarli. Qiziqarli. Dasturxonga nimalar qo'yasizlar? Osh, to'yda. Palov. Osh. To'yning palovsi. Shirinmi? So. Bizda o'shanaqa oshda. O'zbekistonda rosa sog'indim hozir. O'zbekistonga ketgim kelyapti. Siz Xitoyda? Ha. Sizda qaysi millatdansan deb so'rasa qanday tushuntirasiz? O'zbek. Qanday tushuntirasiz? Kim u o'zbek desa? Uyg'ur emasmi deydimi? Deydi. Qanday? Uyg'urmi deydi. Uyg'ur emas. Another minority in Xinjiang. deb tushuniraman. Xitoylar. Tushunmaydi. Xinjiangdagi Xitoylar ba'zilari rozi biladi o'zbeklarni. Shanxaydagi Xitoylar bilmaydi. O'zbek borligini bilmaydi. Bilmaydi. O'zbek balkim ba'zilar anglagan, ba'zilari bilmaydi. O'zbekistondanman desangiz-chi. O'zbekistondanman. Okay. I'm Chinese. Chet ellik keldi, inglizcha gaplashyapsiz. Qayerliksan desa nima deysiz? Xitoyliksiz albatta. Lekin qanday tushuntirasiz o'zbekligingizni? Kim u o'zbek desa qanday tushuntirasiz? I'll see. Uzbek, you know Uzbekistan. Have you heard Uzbekistan? So, I'm Chinese, the Chinese minority. In China? Use the same language, have the same culture. My grandfather's father came from Uzbekistan, and we lived in China for a long time. So I'm Chinese now, but I am Uzbek minority in China. You can say it like this: you're originally from Uzbekistan. Your grandparents' father immigrated from Uzbekistan to China. So since then, you guys staying in China, so you're citizen of China. Yeah. Tak. So my identity now is the minority Uzbek in China. Yes. Yeah. So. O'zbekistonda qarindoshlaringiz bormi? Yo'q. Do'stlarim bor. Do'stlaringiz bor? Tarvuz. Tarvuz?
Feruza Yo'q, O'zbekistonda. O'zbekistonga qaytgan. Endi bularni aytmay qo'ying, boshqalarni ayting. Yo'q. Gaplashib turasiz Feruza, Nodira, Madinalar bilan? Payuchur, you know. WeChat moment. WeChat moment. Their moment in Uzbekistan. Are you happy? And Thumbs up. Yo'q, gaplashib turasizmi? Qalay O'zbekiston? Menga ovqat olib kelinglar deb so'ramaysizmi? Asosan gaplashmaymiz. Nimaga? Nimaga? Ular Shanxaydagi vaqtidami biz WeChatda gaplashib boqmagan. Just talk. We meet in the Sanhou restaurant. Xullas. Many things. Ko'chada ko'rishib qolganda gaplashgan ekan, WeChatda onlayn gaplashmagan ekan. Faqat ko'chada ko'rishib qolsa gaplashgan ekan. 10 mingga yaqin o'zbek bor ekan. Juda yaxshi. Kelajakda shaharda qolasizmi yo qaytib ketasizmi? Balkim qolib necha yil Dadangiz xo'p desa? xo'p deydi. Dadam xo'p deydi. Shanxayda bir mazgil xizmat qilib topib olsam. Shinjonda yaxshi xizmat qilsa, Shinjonga qaytaman. Yaxshi xizmat deganda oylik qancha taxminan siz uchun yaxshi xizmat, yaxshi oylik siz uchun? Men uchun boshdagi vaqtimi kelajak. Kelajagim. Ikkalasi ham. Boshda 8,000, 9,000. Keyinchi 20,000. Urumchida shunaqa uyingizga qo'yiladi, uyingizga kiritadigan bo'lsa shunaqa oylik topa olasizmi? Ish topa olasizmi? Tas. Topa olmaysizmi bunaqa ish? Bor, lekin oylik bas, ha? Bor, oz, ish topolmay. Masalan, bizning qarindoshlarimiz hammasi yaxshi universitetlardan o'qib qaytgan. Ko'pinchasi xizmat topolmay qaytgan. 3 yilgacha Shinjonda xizmat topolmay boshqa ishlar bilan shug'ullanib 3 yildan keyin masalan imtihonlarni to'xtamay berib ba'zi xizmatlarni topa oladi. Qiyin ekan emas. Gap year, 3 or 4 gap years. So the most people in China, if they read the postgraduate, just because 80% because they can't find a job, so they can just 80% of 80% of the graduates. If they read the postgraduate, so I can tell you in this way, the 80% postgraduate students in China, just because they can't find a job when they graduate from Pengke, so they can just continue to study. Then maybe their opportunity will be more a little bit. Because there are a lot of people in China. Xitoyda juda ham odam ko'p bakalavriatni bitirib ish topolmaganlarning 80% magistratura o'qiydi. O'qishini sababi yana magistratura o'qisa imkoniyatlarim yana ozgina ko'tarishi uchungina o'qiydi deyapti. O'shanga siz ham o'qimoqchisiz magistratura. Chunki odam ko'p, ish yo'q deyapti. Xitoyda ham o'zi shunaqa. AI technology is progressing. Ba'zi bizning yaxshi Fudan Joda universitetlaridan bitirgan akamlar already work, but ishdan haydayapti. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin ishsiz qoladi. When the AI technology is progressing, ishsiz qoladi. So Xitoyda ish topgandan keyinmi
ehtimol ishdan haydaydigan ehtimolimiz zo'r ko'p. Nima qilasan? Emas O'zbekistonga borib ishlaysan. Lekin oylik bizda ham bizda ham unaqa baland emas-da. O'zbekistonda yaxshi yashagan to'g'ri. Yaxshi, to'g'ri. O'zbekcha ovqat. Hamma o'zbekcha gapiradi. Mazali. Hamma o'zbekcha gapiradi. Men ham O'zbekistonni sog'indim. 2 yildan oshdi O'zbekistonga bormaganimga. 8 yildan beri ko'chadaman. 8 yildan beri men Kuwait. 8 yildan beri Kuwaitdaman. 8 yil davomida 1-2 marta borganman shu dam olgani. Endi O'zbekistonga borish kerak. Sog'indim. Ovqatlarni sog'indim. Okay, we'll go back in 29. Secret. Secret. Okay. Hali aytganim yo'q hech kimga. Surprise your family? Yes. Okay. They will surprise. Balkim video keyingi yil chiqar. Yeah. Balkim. Hop, menda savol hozircha yo'q. Sizda savol bo'lsa bemalol bu yerga gaplashib o'tiraveramiz. Okay. Savol. O'zbek tilida o'qiy olasizmi? Siz menga WeChatda yozgan o'zbek tilini? O'qiy olasizmi? Aha. Yoza olasizmi? Siz Uyg'urcha yozasiz-da, to'g'rimi? Siz menga WeChatda yozgan o'zbekchimi? Yoza olmayman. Gapirgan so'zlarimni, gapira olgan so'zlarimni o'zbekcha yoza olmayman. Gapira olmagan so'zlarni yoza olmayman. Endi bitta challenge qilsak bo'ladi. Eski bitta video qilamiz hozir qaytadan. Xitoydagi o'zbeklarni gapiradigan o'zbeklarni va bizdagi gapiradigan o'zbeklarni tillarni farqi. Misol uchun men aytaman, salom deyman. Sizlarda salom deydimi? Salom. Misol uchun bizda nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Shunaqa deydimi? Ha? Hammamiz bir xil ekan. Yo'q, endi sizlar bari eski o'zbek tilida gapirgansizlar-ku baribir. Gapirasizlar-ku. Misol uchun uzumni nima deysiz? Kishmish deysiz. Biz kishmish demaymiz. Kishmish is different from uzum. Uzum is grape. Grape. Kishmish nima? Kishmish is dried grape. Maybe it's dried grape. I can find a picture to you. This blue van. Uzum? This is uzum? Kishmish. Dry uzum is kishmish. Dry ham, oddiysi ham uzum bizda. Uzum. Uzum. Dry bo'lsa ham, anaqa bo'lsa ham uzum. Balkim siz aytganingiz to'g'ridir. Qurug'ini kishmish deyar balkim. Yo'q, kishmishni bizda uzumni turiga aytadi. Qanaqa katta uzumni kishmish deydimi, shunaqaroq. Katta uzum bo'lsa, VPN'im ishlamayapti-ku. VPN'ingiz bormi? VPN bormi? VPN? Okay. İşlamayapti menda. Okay. No, VPN. VPN? Rödien.不是热点。没有。 VPN. 哪有 VPN？ Settings 在哪里 ？Setting。你没有。这个。没有。
No, computer. On my computer. Ah. Big screen. What are you thinking about? What Ah, are you thinking about? Hey, bro. nothing. One Chinese told me, if you see a Chinese with VPN, if he or she has a VPN, No, you can. No. I just for. I know. It's okay. No one knows. They don't know. Don't worry. I know. It's okay. You are it's not okay. okay. İşlari bo'ldi. Hozir ChatGPTdan so'raymiz. Nima savollar bor ularda? Yo'q, savollar emas. Challenge qilamiz. O'zbekistondagi o'zbek tili bilan Xitoydagi o'zbek tilining farqlari. O'zbekistondagi o'zbek tili bilan Xitoydagi o'zbek tilining farqlarini yonma-yon yozib ber. 10 ta 20 ta so'z.手机怎么说？ Telefon? Sal boshqacha ekan. Bas 怎么说？ Bus? Optomobil? Optobus? Optomobil? Ano? Moyman. 冰箱怎么说？冰箱。동화고? 동화고? İmasmı? Bo'ldi, hozir. You're testing me. No, I'm just checking if. You're not competing with me. You're just testing me. No, we have to record in a different way for the challenge. Don't worry. The wind is comfortable. I have just 10 minutes. And I need to go back. Go home? Go back to school. Why? I told you I have something to do this evening. Because I go back home tomorrow, so I have a lot of things today. We will have a dinner later. Don't worry. No. Oh, Just next station. no, I have to go back 8 o'clock, but now already 8 o'clock, so we can talk something to over the video and continue next time. Hozir bir minut. О! Ау! Then the chocolate in my bag and happened.
tomato sos. Oxirgi gaplarni aytmabsiz-ku. Tilaklarni aytib qo'ying, keyin boshqatdan video olamiz. O'zbekistonlik muxlislaringizga, bizni kuzatayotgan muxlislaringizga tilaklaringiz. Hammasiga baxtli hayot tilayman. And Xitoy va O'zbekistonning do'stligi xavotir. Nima deb so'radim, abim? Xavotir? Continue to be friends. Continue, davom etsin. Do'stligi davom etsin. Bo'pti. Toshing, no. Toshing. Qaytadan bo'lsin deyapman. O'zbekistonlarga yoki bo'lmasa shu Instagram va YouTube orqali sizni kuzatib borayotganlarga o'z tilaklaringiz. Hammasiga baxtli hayot tilayman va O'zbekiston va Xitoyning do'stligi yaxshi bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Okay. Xayr xo'sh. Xayr. Hammaga rahmat. Obuna bo'linglar, komment qoldiringlar, like bosinglar, share qilinglar, bosinglar. Agar ko'proq reelsda yoki bo'lmasa kommentlarda ko'p oladigan bo'lsa, intervyuning ikkinchi qismi bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, rahmat. Endi